Assalomu alaykum hammaga. Bugun 23-mart 2026-yil Shahrisabz tumani Mirobod To'rayev fermer xo'jaligidamiz. Hozir ko'rib turganingiz mana yerga ishlov bermasdan ekilgan, ya'ni no-till asosida ekilgan bug'doy dalasidamiz. Bugungi kunga kelib bug'doyimiz boshqa dalalarga qaraganda ancha ya'ni bo'ylaridagi o'sishlar sezilarli darajada katta. Buni ko'rib turibsizlar. Buni asosiy sababi nima qildi? Mana shu g'o'zani mulchalab yerga sochdi. Bu ya'ni namlikni yaxshi saqlashga olib keldi. Mana ko'rib turibsiz. Bu endi eng kamida hozir baholayapmiz. Eng kamida 80 sentnerdan hosil beradigan joy mana shu edi. Endi bu yog'iga hozir o'zimizni tavsiyalarimizni berdik. Mineral o'g'itlar qo'llab borish kerak. Ozgina joylarga endi bir tekisda bo'lishimiz uchun. Demak, yana ko'rishda davom etasizlar. Sizlarga keyingi ya'ni natijalarni ulashishda davom etamiz. Biz ham salomat bo'linglar.